жерге кіріп көк самса жеп шықтық. Трассаның бойы. Ташкентке кіре берші екен. Жақта Ош жамағаты. Самсалары қатар тандырлар құрылған екен. Қышын жайын болады бұл жерде? Қышын жайын болады самса? Қышын дайын болады, а? Жазда болбай ой? Жайында болбай деген. Мінеке Ташкенттен кіре берші. Не деген жер бұл жері? Балғал. Балғал? Балғал деген жер екен. Көк самсалар. Рахмат чоғым. Ассалаумалейкум жамаатына. Көк самсаға кірдік. Ажака? Ажак бар екен. Көкат самса жоқ. Көкат самса деген? Ассалаумалейкум жамаат, біз бүгін Ташкент Ситиге келіп қалдық. Рустам ағамыздан қонақ болып отырмыз. Өзіңіз бір жақсы сөйлеп емелеріңізді айтып беріңіз әмі? Xudoga shukr, mehmonlar kelishdi. Do'stligimizni yanada mustahkam qilish uchun boshlovchilardan shu tarafi. Biz ham mana kichkina odam bo'lsa ham do'stlikni mustahkamlash uchun harakatlar qilamiz. Mana hamma chorvasi bor, fermer odamlar kelishgan. Alloh barakasini bersin, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Sizden de Allah razı olsun. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yana ko'p kelib turinglar, ko'pchilik bo'lib. Yaxshi kunlar. Yürüse sizдағы barыңыздағы жақсы сыйлап, тооларға шығып, қымыздардан беріп, қой сойып, жақсы сыйлап жөнөтөйлө. Айбеге. Жақта Құрсан ағамыз. Shunaqa boshlanadi, hammalasi sekin-sekin. Сый тамақтары келді. Ташкент qaysi jeri bu? Bu Toshkentda Qoratosh mahallasi deydi, Qoratosh. Qaratosh, ha? Mana samovarning oti nima? Oti Eshonguzar, Eshonguzar. Hozirgi nomi Kamol aytamiz. Eski nomi Eshonguzar. Eshonguzar Komolon qo'yib qo'yishdi. Kamol. Bu Komolon mahallasida-ya, Qoratosh, Komolon. Тамақтары зор, ha? Xudo xolasa. Mana taxtda qoldik. Тамақтары келді, buyursa. Sıydağız. Zo'r.
Tarixda qolsin. Men do'mlar bilan qo'shib ovorish kerak. Aynan. Ota, hozir qashdan soliqdan o'tgan. Tashkent City'nin içine girdik. Assalamualaikum. Bizning kanaldan görüşler jana katlaşlar biz Özbekistan Tashkentda Kazan degan yerga keldik. Cho'ng qozonni qarangizlar. O'ta cho'ng ekan. Buna qancha kilolik? Usta? 3 tonnalık bu. Maşallah. 3 tonnalık ekan mana qarangizlar. Ya hozir boshlaydi o'xshaydi ama. Oo. Qozonlari. Maşallah. Başını chiqqanini qarangizlar. Qozon. İnternette görüp жүргенчилерге келдик buyursa. Aka tuğanlar, mestalarını qarangizlar. Öte sonu.
Maçlar ham keldi. O rahmat. Tavuğa tatlı olsun ballar. Tutma tuğra. Geçen ay 77 bakaga jo'natgan qo'shqaram 10 ming dollar qo'shib keldi. Shuni merishni bilan bergan bolaga sadaqa qilib turishgan. O'sha qo'shqaram o'shlar aytadi, o'sha chiqardi. O'shalar ham eski Ha, Qo'qonda Shavkat aka mehmon qildi bizni siylab. Balığı. Ulan cıl avukatçım lan. Nereye çok az? Seragaz. Ulan merdi Murat. Balıklar anlatıyor. Buna. Bucakta yürüdük köşklere geldi. Suyu öte sonun boluda. Shavkat Aga'dan. Assalomu alaykum tug'anlar, biz bugun Andijonda yuribmiz. O'zbekiston Toshkent City'ga borib Toshkent City'ni aylandik. Kecha Qo'qonda dam oldik. Sizni ko'rib bugun Andijonga keldik. Andijon. Qaranglar. Kabinkalarda, dormitoryada o'ta so'nin qilgan ekan. Jalang, jig'ashdan qilibdir. Qaranglar tuqqanlar. Kabinkalari zo'r ekan. Qaranglar. O'ta so'nin keltiribdir. Saidullo og'oz to'sib bizni mehmon qilib o'tadi. Alloh rozi bo'lsin. Kelinglar, hammanglar kechinglar mehmonlashamiz ba'zilar bilan. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Kechinglar xursand bo'lamiz. Qo'ylar so'yamiz. Bizga qo'ylar so'yib, do'stim ko'p bizni vajat qilgan, ko'p xizmat qilgan bizga. Alloh rozi bo'lsin do'stimizdan. Sizlar kechinglar biz har doim xursand bo'lamiz. Sizlarni chin dildan yaxshi ko'ramiz, do'st bo'lamiz, aka-uka bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Sizlar rahmat ekanlar, ukam-ukamlar. Bizni mana tipchilar o'tasizlar, to'sib o'tasizlar. Alloh razı olsun. Shu ma'qul o'taylarni Endi xudo qilsa o'tkilar biz yoqqa. Qimiz sezondan boshlanib qoldi, xudo xolasa. Bir oyda boshlanib qoladi. Qimizda ichib. Ha, xudo, el sezon kelyapti. İşim var. Anan uyga ketish kerak degan to'xtatish kerak-da. Bayağı